Dasturimizda xalqaro hamkorlikka oid faktlar. Shu kunlarda Jeneva shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa iqtisodiy komissiyasi tomonidan chegaralarni kesib o'tishni yengillashtirishda transportga oid bojxona masalalari bo'yicha global forumining 171 sessiyasi o'tkazilmoqda. Ushbu nufuzli tadbirda 78 ta davlat bojxona xizmatlari jumladan O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etyapti. Forum dunyo iqtisodiyotining qon tomirlari bo'lgan transport yo'laklarini tartibga soluvchi yagona global tuzilma bo'lib, unda O'zbekiston ishtiroki ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston bojxona qo'mitasi delegatsiyasi vakillari tomonidan O'zbekiston yetakchisi belgilab berilgan raqamlashtirish siyosati allaqachon o'z natijalarini berayotgani, mamlakatimiz to'siqsiz transport yo'laklarini yaratish yo'lida ikki va ko'p tomonlama global o'zgarishlarni amalga oshirishga intilayotgani e'tirof etildi. Shuningdek, O'zbekiston bojxona xizmati hozirga qadar 15 ta davlat bilan o'zaro ma'lumot almashish bo'yicha kelishuv imzolagani, shundan 8 ta davlat bilan o'zaro axborot almashuvi yo'lga qo'yilgani qayd etildi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, logistikadagi xarajatlarning katta qismi yo'lning o'ziga emas, balki chegaradagi kutish va hujjatbozlikka sarflanadi. Bularning oldini olish uchun esa O'zbekiston avtomobil o'tkazish punktlarida elektron navbat tizimlari faoliyati joriy etilmoqda. Forumda O'zbekiston bojxona qo'mitasi delegatsiyasi tomonidan tizim raqamlashtiruvini yanada takomillashtirish, rasmiylashtirish jarayonlarini soddalashtirish bo'yicha bir qator tashabbuslar ilgari surildi. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda 2018-yilda eksport, import va tranzitda 300 mingdan ziyod tashuv amalga oshirilgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu raqamlar 3 barobarga ortib, 1 million tani tashkil qildi. Bundan tashqari, delegatsiyamiz a'zolari Jenevada ikki tomonlama uchrashuvlar ham o'tkazyapti. Shu o'rinda tizimda O'zbekiston erishgan ulkan natijalar xalqaro ekspertlar tomonidan ham e'tirof etilyapti. Men dunyoning ko'plab davlatlarida YTR tizimini joriy qilish bo'yicha O'zbekiston tajribasini namuna qilib ko'rsataman. Vaholanki mamlakatingiz 2 karra dengizga chiqish imkoni bo'lmasa-da, dunyoda birinchi bo'lib YTRni joriy qilgan holda ilk tashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirgan davlat sifatida tarixga kirdi. O'zbekistonda davlat va biznes o'rtasida doimiy va samarali muloqot yo'lga qo'yilgan. Mamlakat qayta uyg'onmoqda. Yurtingiz odamlarida rivojlanishga ishtiyoq juda kuchli. O'ylaymanki, erishilayotgan muvaffaqiyatlarning siri shunda.